Biz Everest Surxon harbiy sport guruhlari 1-noyabr qasamyod kunimizga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Hammangizni bayramga kutib qolamiz. Katta buyuk inson bo'lishlarini tilab qolaman. Rahmat. Siz aziz o'quvchilar uchun unutilmas mas'uliyatli kun. Sizlar vatanga, xalqqa, konstitutsiyaga sadoqat bilan xizmat qilishga tantanali va'da beryapsizlar. Muassasasining eng hayajonli, eng faxrli daqiqalaridan biriga tantanali qasamyod marosimiga yig'ilganmiz. Hayotda va o'qishda bir-birimizga doim yordam berishga tantanali Bu vatanni onamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Bu vatanni bolamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Qancha dunyo kezdim ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim ko'nglim faqat shu vatanda to'ladi. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqancha rog'i o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevib olsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan holdan bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Sharaf shonimiz, ma'rifatda fido bo'lsa bo'lsin deya jonimiz. Yurtboshimizning yoshlarga aytgan gapini eslang, jadidchilar bo'ladi bizning qahramonimiz. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali, jadidlarning yoqqancha rog'i o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevib olsaydim o'sha mening jadidlarim.